Mana konini yangi almashtirish boshlandi. Bunda eski kosma akasanglar bo'lardi bunda narsalar. Ana mana eski Bengshan, eski Shiji mana shunaqa narsalar akasanglar. Konini yangi almashtirish davlatning to'liqmasi. Mana bir yildan boshlab tushdi mana. Bunda narsalar olib qolsa pul hisoblab, ilib konini yangi almashtirib turamiz. Qolganini ichi kirdik, o'rnimiz Aqto, Nayada o'zimiz olib ekilib almashtirib, qurashtirib hamma qilib turamiz shunda ama. To'g'ri. Undan olib qolsa ichi kirdik, maqadama to'xtashim muzlab kelsa, ammo Bengshan Shijini almashtirmaydigan achiqda. Undan olib qolsa ichi kirgatdik. Yurak biz Gwanjo qilganligiga Alloh ko'nglimiz bajman. Mana Bigalu damsiz, ma o'chaq, muncha. Hozir qaysi xil to'liqim tushdi. Hemen deb berman. Mush do'konda qayerning qanday mahsulot olsangiz to'liq mana. Ma hozir ma kontiyon olamiz, ma kontiyon olamiz. Yozda 1 million pul olgandan hozir davlatniki to'liqimiz bajaqda ilvasanlar bo'ldi. Denshidan ta Shiji, Bengshan hammasi tur to'liq qaysi tur tushdi. Qo'y kalga tushanda ya tushmaydi. Qo'y kalning günimiz muda bu yil davlatniki mush 6 xil elektroshkalarga to'liqimisi bor. 6 xil? 6 xil. Ambo. To'nglatqoch, kiralg'och, havo tashig'ich, televizor, sustqoch, kompyuter. Nimicha Bigalu qoldi-ku? Uni rejissini qatardi. Rejissini qatardi ba? Unda olib qolsa bo'ldi-ku, gaz o'chaq yo'q. Unda olib qolsa aldalanajak mana. Kontiya bor ekan, Shiji bor ekan, Denshi bor ekan, Bengshan bor ekan, Tokmuncha, anotgan? Kompyuter, mushg'ullik bor ekan, telefon yo'qmi? Telefon bor, telefon endi. Sizda yo'q. Xo'sh, unda olib qolsa, Aqto Nayek urchiqlar to'xtashdan malapaqalar mulozimati qanday penlinchiga tillab yadroydilamoq bo'ldi. Tillab bo'lsin. Hamda badisi bo'ladi. Biz hamda amal va hamda xaridor a'lo mulozimat qilish uchun tirishyapmiz. Hali yaxsiz yetkazib, yaxshi qurashtirib qiryapmiz. Ham shuni qilsa, hamda ishni naydi. Tilmaydi, to'xtashni bildigan 99% odam herkes manda unda demaydi. Denshining qanday desangiz, mayli masalan bir misol keltirib beraylik. Mao Shiji 8.9 ko'tadi. Bu qanday? Endi birinchi daraja energiya unumidagi elektroshkalarga davlatningki 15% to'liqimisi bor. Masalan, mumkinlik masa 150 ko'n. To'liqimiz to'lagandan birda 80 ko'n to'laydi degan gap. Masalan, 5000 ko'ga bir Bengshanni bilan setib olsa, uni 750 ko'ni hukumatdan ko'tirdi. Qolgan qismini to'laydi degan gap. Bengshanning birini, Kontiyadan birini setib olsa 10.000 ko'ga. 1.5 ming ko'p pul yanda qoladi. Jo'qda tijilib qoladi. Eski tushgan aka paysa yana ikkinchi qo'l pulni olib qolamiz. Pulni hisoblab olib qolasizlar, undan keyin uning ayrim bo'ladi. Yana pul ayrim bo'lib qoldi degan. Xo'sh, undaq telefon nomerini dag'la. Telefon nomer 132 7908 88 53. Baş üstü chiqib qolgan undidor nomerini qassangiz bo'ldi. Bevosita mashina to'xtashimga ketildi. Yana adresini to'liq deb beray. Adresi bizning Aqto Naya, Uzumzor Ruslanning do'qmishi, Sayxo masjidning do'qmishniki, ashu Shavxuyan tarafga, yana ashu Sadaqat oltin tarafga, Mangan Aqto tarafning bozorga kirganda 10 qo'lni azroq kesaklar mishadi, xayr kasadi deydi. Do'kon shu. Udullar mishayga mushpaliyada qatnashib ketsangiz bo'ldi. Qolgan yurak 6 raqam yo'llab qo'ysangiz bo'ldi.